dog'larni yurtilishga akna va chandiqlarni tozalashga ko'makdir. Agar shilliqqurt o'z qobig'ini tashlayotsa, bu mening terim bilan ham xuddi shunday bo'lishi mumkindir. Biz o'zini qayta tiklashning noyob qobiliyatiga ega bo'lgan mavjudot haqida gapiramiz va bu sizning dilingizga ham yordam berishi mumkin. Aslida davomida odamlar qarz sezgilarini to'xtatish yo'lini izlashdi. Qanday qilib chiziqlar va ajinlarni kamaytirishimiz mumkin? Qanday qilib qora dog'lar va keskinliklarni bundan ham bezlanib, doimiy izlarni yo'q qilishimiz mumkin? Bugun biz siz bilan ajoyib xususiyat va ham terimni qayta tikladi. Bu aslida o'zingizni teringizni qayta tiklagan holda yangi ko'rinish beradi. Teringizni yashirishgina emas, balki yangi terini yaratadi. Mening muammom shundaki, menda mavjud bo'lgan cho'kkayish dog'larning barchasi quyosh nuri ta'siridandir. Mening terim osila boshlagan sajma ustiga bu ham birlashgandagi men bunga chiday olmayman. Men pardoz qilmasdan uydan chiqa olmayman. Bu meni qattiq tushkunlikka tushiradi. Muammo. Quyoshning ta'siridan kelib chiqqan cho'kkayish dog'lari va taqmalar yechimi ellikdir. Ushbu mahsulotni qo'llaganimdan so'ng men kekalik dog'larni yo'qolganini payqadim. Ko'zlarim atrofidagi kichik chiziqlar va ajinlar ham yo'qoldi. Kompleksida mavjuddir. Shunchaki ellezani maqsadli joylarga qo'llang va teringizga e'tibor bering. Agar tabiatda teringizni tiklashtirib bo'lsa-chi, tanishing, elleza shilliqqurt geli ajinlarni kamaytiradi, teringizni yoshartiradi. Qora dog'larni yo'q qilishga, akna va chandiqlarni tozalashga ko'mak beradi. Ular yo'qoldi. Ular ketishdi. Bu haqiqatan ham terini yangilar ekan. Ajoyib. Men hazillashmayapman. Bu haqiqatan zo'r. Buning siri aynan birikmaning manbasida yotadi. Ya'ni benuqson ko'rinishli chandiqlardan yoki Shunday ishbali zo'g'arim shunday darrov. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va teringizni elleza shilliqqurt geli bilan qayta Men qarab qo'yishim. ajoyib va dramatik o'zgarishlarning orqasidagi sehr bundan. Ajoyib narxga o'zingizga sovg'a shoshmang. Yana bir bor. Siz qo'ng'iroq qilib ikkinchi elleza kremiga buyurtma berganingiz lekin ko'pikli yarqi kapuchino bizni birlashtiradi. Haqiqatan bahramand bo'ling. To'satdan moliyaviy qiyinchiliklar paydo bo'ldimi? Siz bunga shunchaki ko'nikishingiz kerak. Yoki Kalki ularni kelajagini qurishga va o'zgartirishga yordam beradi.